Mana hozir Cobalt mashinasiga oldindan urilib DTP bo'lib qolgan ekan. Holatlari mana kirlolar. Hozir kirlo bamper farobga berishdi. Yengi qo'yib yuboramiz. Kapotini mashinadan chiqarib kraska qilib beramiz. Kirloni kraska qilib beramiz. Qo'llarini tortib to'g'rilab beramiz. Chastlari, bukilib ketgan joylarini, pastchlari to'g'rilab beramiz. Hozir ishimizni boshlaymiz endi. Mana hozir mashinamizni yechintirib oldik. Bamperlarni olib, kirlolarni olib. Ana udar mashinaga tegan ekan. Shularga mana signallarni sindirib, mana qilib kabelni qisib qo'ygan ekan. Mana qilib qo'ygan. Uzmagan bo'lsa bo'ldi. Mana shularni ozgina mana bu yerlarni to'g'rilaymiz hozir endi. Bukilib qo'ygan. Udar mana bu yerga o'tgan ekan mana. Bu yerda mana pastlarga tegan ekan udarlar. Qattiq zarbaning izi bo'lib qolgan mana. Mana bu yerda ham mana udarning izi bor. Bu yerda balonlar teganmi? Mana qiyshidronni qilib qo'yib. O tiylarni yamaga qo'yib o'chlab, razvalni to'g'rilaymiz endi, xudo xolasa. Holat. Qo'llarni ozgina tepaga ko'tarib qo'ygan ekan. Bularni pastga tushib, ozgina oldiga tortamiz. Ozgina orqaga tiqib qo'ygan ekan. Korobkasini sindirgan ekan yasashdan. Bu yo'lini sinib ketgan ekan ko'p narsasi. Sinyapti. Mana hozir Cobalt'imizni kapotlarini ham chiqarib oldik tekislab. Endi buni kraska ko'chgan joylarini ishqalab, mana shu gruntovka sepib, keyin kraska qilib beramiz. Bu oldilarini ham chiqarib tortib qo'ydik o'sha qo'llarni. Ichlari ham to'g'rilab qo'yildi mana. Yo'llarni ham. Endi bu yo'llarni ishqalab tozalab gruntovkalaymiz. Qo'llarni ozgina cho'ktirib ozgina oldiga tortdik. Kapot ochilib yopilishi yaxshi bo'ldi. Kapotda mana bunaqa chizig'lar bor ekan. Shuning uchun polniy sepagan bo'ldi kapotga. Buni kraska qilingan ekan. Ko'chgan joyida qirilganda egalari kraska teg'izib chiqilgan ekan. Uzun katta qilib. Kraska qilib chiqilgan. Yo'llarda ham bor. Shuning uchun kapotni polniy bo'yaydigan bo'ldi. Mana endi hozir kirlolarni, bamperlarni, farlarni qo'yib, zazorlarni yig'amiz endi. Ish jarayoni davom etadi. Mana Cobalt'imizni tortib, zazorlarni yig'ib qilib oldik mana. Holatlari. Gruntovkaga taylab qo'ydim, rixtovkadan chiqarib. Bu yerda zazorlari bir xilda turibdi. 5-7 zazorlarni bir xilda qilib qo'ydim mana. Endi mana buni ishqalab gruntovkalasa, keyin kraskaga taylaymiz mashinani. Holat mashinani tayyor уже.